Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Töhbikor ma'rifchi, mashhur tilshunos, adabiy tarjimon, shundaqla nashriyatchi marhum İbrahim Moti apandim 20-asr Uyg'ur madaniyat tarixidagi biz mangu eslashga tegishli qimmatli tarixiy shaxs. Olimning ijodiy hayotlari, shundaqla uning kishilik fazilati, Uyg'ur madaniyatiga, jumladan Uyg'ur tilshunoslik qo'shgan töhfasini atrofliq tushunish, shundaqla olimning izdinish ro'yidan ulgilish bugungi suhbatimizning qimmatli burchi. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasidan ataqlıq yazğıcı, ədəbi tərcüman Farhad Jilan əpəndim. Şinjan Üniversiteti Uçur Texniki İnstitutu'dan profesör olimning oğlu Turgun İbrahim. Til ve Tercüme jurnalining baş muharriri Abduzahir Tahir Murat. Tirishchan odamni o'zimi boshqalarga qattiq talab qo'yadi, o'ziga qattiq talab qo'yadi bu odam. Bir umr shunday ilm ma'rifat yo'lida bir shamchiroq bo'lib o'tgan odam. Endi dadamning endi bizga bo'lgan ta'sir nima desa, bizga bo'lgan ta'sir balaga qattiq talab qo'yadi. İbrahim Mutlu ilmiy maqolalarini agar vaqtimiz bo'lsa, bir qarab baqsak, buni biz millatimizningki qadimgi tariximiz, tilimiz, jamiyatimiz ve şu ictimai sahaya çetilgan nurgun meselelerde bizge bilim bereleydi, biz paylanan kıymetli uçurlar var. Faratka, siz şu İbrahim Moti Efendi bilen qancha yaş vaqtlaringizni tanışkan, qanchalik vaqt birga ishladingiz? Men İbrahim Moti Efendi bilen dastlabki ko'rishgan vaqtim 1978-yili haqiqatan bir eslashga arziydi. Bundaq aytgan vaqtida biz ilmiy munosabatlar orqali ko'rishgan, ham shunday tanishgan. Bu odam o'zini butunlay til tadqiqot xizmatiga bag'ishlayotgan odam bu. Bunday aytganda ilmiy xizmatlarga o'zini bag'ishlagan. Mening alohida shod ko'zimchiligini kitobni nihoyat ko'p o'qiydi. O'zimni o ko'p o'qiydi, yoshlarni shu kitob o'qishni ko'p da'vat qiladi. Bir gap esimda turdi. Bu odam shu kitobni ko'p o'qiydigan, davomli o'rganadigan yoshlar mening ko'zimga bir guldek ko'rinadi deydi. Farhad Jilan efendim, olimning tarjimalini qisqacha bir tushuntirib o'tamsiz. İbrahim kam 1920-yili Turpanda dunyoga kelgan ekan. 30-yillarda Toshkentga chiqib, o'sha yerda oliy maktabda Toshkentda ma'muriy boshqarish kasbida o'qibdi ekan. 37-yili qaytib kelib, Urumchida o'qituvchi bo'ldi. O'qituvchi bu yerda shu maktablarda asosan til adabiyot darsini o'tdi. Keyingi vaqtlarda qo'lga olinib ketgan ekan, Shinsayni vaqtlarida. Turmada yotgan vaqt 2 yil yotgandan keyin bu odamni shu yerdan taklif qilib chiqib, soqchi ofitserlar maktabida dars o'tishga taklif qilibdi. U yerda dars beribdi. Shundan keyin 50-yillarga kelgan vaqtida 50-yillarda bu odam Bejingga ketdi xizmat bilan. Bejingda u yerda yalnız ilmiy xizmatlarda oldu. Endi yana bir alayet tilg'alishga tegishli narsa bu Zhou Zongli ailesi bilan yaqin munosabat o'rnatilib qoldi. Bunday bo'lishlik sabab shu chaqda Osiyo Afrika ayollar yig'ini o'tkazildi ekan Bejingda. Shu yig'inda İbrahim kam tarjimonlik xizmatini ishlab beribdi. Bunga Zhou Zonglining ayoli Deng Yingchao shu yig'inga qatnashgan ekan. Deng Yingchaoga tarjimonlik qilib beribdi. Ondan keyin Millatlar nashriyatida Uyg'ur tahrir bilimida ishladi. Dastlabki Uyg'ur imlo qoidasini tuzdi. Lekin nurg'un tarjima xizmati jarayonida nurg'unlagan Uyg'urcha atalg'ularni qiliblashtirish xizmatini ishladi. Keyingi xizmatlari asosan shu 1978-yili bu odamni ko'rligini qaytarib kelgan ekan, qaytarib kelib bizning akademiyaga qabul qilgan. 79-yildan boshlab bular shu divanni tarjima qilish guruhida asosan yetakchi bo'ldi. Bu odamniki İbrahim kam endi shu chaqda shu divanning 3 tominiki tarjimasining hammasida mas'ul muharrirlik vazifasini o'tadi. Demak, muhim rol o'ynadi degan. Keyingi vaqtlarda endi bizningki shu vaqtda til tadqiqot o'rniniki mas'ul bo'ldi, kasbiy jihatdan yetakchilik xizmatini ishladi. Bu odam pensiyaga chiqib ketgandan keyinmi yana davomli qalamni to'xtatmadi. Tirishchan odamni o'zimi
boshqalarga mı qattiq talab qo'yadi, o'ziga mı qattiq talab qo'yadi bu odam. Bir ömür shundoq ilm ma'rifat yo'lida bir sham chiroq bo'lib o'tgan odam. Hem siz emelen tanıştırılgan şu Mehmet Kaşkari namideki romanınızını kaça yazgan? Mahmud Qashqari romanini men 92 yil 3 ayda yoshlar nashriyatiga topshirgan chog'da. Bu 94 yil 9 ayda, mundaq degan to'g'ri 2 yil 6 oy bo'lganda nashrdan chiqdi bu. 94 yılı şu Mehmet Kaşkari namideki tarihi romanınız neşr kılınganlığını anlap, ataqlıq alim, meşhur tilshunos İbrahim Moti efendim bek söyünüp ketibdi. Hem sizge matbuat yüzüde aşkar bir xat yezibdi. Belkim şu xatning ilhami, rəğbəti hazırgıça sizge bir türküğü deymi? Men o romaning nashr qilinib uzun o'tmayla bu İbrahim kan bir maqol yazdı şu roman to'g'risida. O mavzusi ham da Mahmud Qashqari romanining nashr qilinish munosabati bilan degan mavzuda bir maqol yozgan. Bu maqolani ham dastlabda shu Turkiy tillar divani to'g'risida keyin shu tadqiqotlar bir qism keng doirada tanishtirilgan, tafsiliy tanishtirilgan. Ondan keyin Mahmud Qashqari to'g'risida Mahmud Qashqarininki yurti, milliy tavaligi qatorliq masalalarga har qaysi olimlarniki har xil ko'z qarashlari ular bir tanishtirildi. Ondan keyin oxirida shu roman to'g'risida. Ana bu romanni odam maqolasida buni yaxshi baho bergan. Endi bu roman bu İbrahim kam shu maqolni yozishdan burunmi mening qo'limni chin qisib turib, tabriklayman seni, romanni o'qib chiqdim, bak yaxshi yozibsan deb shunday degan. Aniki şu başqalarımı şundaq təbrikledi. Ən şundaq məli İbrahim Kəmnin şu maqalısı olsun. Məli ulanın ağzaki təbrikləşləri olsun. Əmmisi mən üçün şu çağda bir ruhi mədət oldu. Bir ilhamlandırış oldu, men rəğbətlendiriş oldu. Şunun üçün mən özəmgi bolğan işəncim teximi açdı. Turgunka, sizler kançı balıktınlar? Biz 6 bala edik. Kançı oğul, kançı kız? 4 oğul, 2 kız. Dadınız hem de bir meşhur mağripçi, göz görüngen tilşunas, hem bir büyük alim. Muşta tabirlerini, muşta süpet sözlerini berip atımız. Belki aildi mi sizlarga çoğunqur təsir qilgan taraf bir bo'lishi mumkin. Sizning nazaringizda dadingiz qandaq odam? Mening nazarimda dadam hamda jamiyatda o'zguchilik, abroyliq, ijtimoiyshunos, tilshunos, olim bo'lgan bilan uyga kelganda mehribon, talabchan adam edi-da hamda. Nisbeten aytganda bu şu solchil siyosatning ta'sirlari bilan bizning uydagi bolalar nasmi o'sib yetilgan vaqtida bizga yaxshi undaq muhit yaratilmadi-da. Dadamiz bilan ayrılib qoldik bir mezgil. Hamda keyin shu jarayonda mening opam-da hamda. Opamning aytdi ko'ni ziyoli. Shuning tarbiyasini ko'proq ko'rganda biz endi meni shaxsan men hamda mening o'smirlik davrimda Hem dadamning ham bizga bo'lgan ta'sir nima desa, bizga bo'lgan ta'sir bolalarga qattiq talab qo'yadi. Sizlar hamma bolalar bilan o'xshash baravar. Ammo sizlar shu bolalarga nisbatan aytganda, sirtdagi bolalarga nisbatan aytganda, sizlar texmi o'zingizlarga talab qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu jamiyat bu sharoit ostida degan talabni qo'yadi. Yana birisi men bir narsani his qilaman-da, hamda bizning bu 6 bolaning ichida men baxtli deb o'ylayman. Nimaki men baxtli o'ylayman desiz, menga kelgan vaqtida bu siyosatlar o'zgardi, siyosatlar amillashdi. Shundaqdan keyin bizning shu islohot ichib o'tish degan yo'l ichilgandan keyin bizga universitetda o'qiydigan sharoit bo'ldi. Shunda bizning uyimizda masalan rasmiy universitetni tugatgan bolalardan mening akam bor, hozir doktor u, yana birisi men. Qolgan to'rtisi ularga undaq sharoit bo'lmagan-da. Men shuning uchun men shunday o'zimni baxtli deb o'ylayman. Hamda menga nima desa, qandaq jihatdan ko'ngil bo'ladi desa, masalan talabni qattiq qo'yadi. Anandan keyin sen oldi bilan sen bir yaxshi ziyoli bo'lman desang, vatanga, xalqqa, insoniyatga to'kib qo'shadigan bir odam bo'lman deydi ekansan, oldi bilan sen bir yaxshi bir odam bo'l. Anandan keyin yaxshi ishlarni qil bo'ldi. Yana bir jihatdan yaxshi tan salomatliging bo'lishing kerak. Yana birisi ama psixik jihatdan obdan yetishing kerak deb shunday talab qo'yadi-da. Endi bugungi suhbatimizga olimninki qizi, Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasininki pensioneri Xolida xonimni qadam tashrif qilibdi. Unda bo'lsa, xo'sh sizni so'rab baqsam, siz ayni vaqtda ataqliq olim
İbrahim Moti efendimning izini besip, şu Şinjan İctimai Fanlar Akademiyasining Til Tadqiqot institutida ishlabsiz, ham shu yerdan pensiyaga chiqibsiz. Keyingi vaqtlarda siz shu farzandlarning ichida İbrahim Moti ilmiy maqollari qatorliq oldimizdagi ko'rkam nashrlik mush kitobni nashrga tayyorlabsiz. Buning bilan yuz ko'rishdik. Endi buningdan boshqa olimninki, ya'ni yozmalari, xotiralari, rasmlari, suratlari qo'lingizda bormi? Bo'lsa shu suratlarni, tavarruk suratlarni naq maydonda ko'rsak. Suratlarını bekçik ekeldim. Bu Amerika'da düşken resimleri, yığınğı berip düşken resimleri mana. Hemmeni muşundaq rətlər, 30 neçə resimde ekeldim. Dadamның Uyghur kitibinin başqa, Xansuç kitibini Xansuç'u tercüme kılıp bultur. 23 makalısını aran ülgürtüp bir toplam kılıp çıkagan. Meningçe bizning Muşu Xansuç'da okuğan Uyghur balalarga özümüzün medeniyetimizni tonuşturdığanğa muş kitabның məzmunu bək yaxşı. Meningçe bu tərcümesini yaman emas bolğandək qılıdı. Andın hazır Milletler Nəşriyyatı yeni fürsət verdi. Muşu kitabını toluqlab işləb çıxırışını. Şununmu təyarlıq xizmeti tügüdü. Kila ayda tapşırım onu. Endi Abzahir efendim, siz şu İbrahim Moti efendimning ilmiy maqollari to'plamini ishlashga qatnashibsiz. Ham shuning mas'ul muharrirligini qilibsiz. Endi demak, shu kitobni ishlash jarayonida sizga nuqtaliq ta'sir qilgan taraflar qaysi? Kitobni tayyorlash jarayonida menda qolgan ba'zi ta'sirotlar cho'nqur. Buni ixcham desak, birinchisi bu kitobning mazmuni mo'l, İbrahim Moti efendinin biliminin mo'lligini shu kitobdan ko'rib olib bo'ldi. Bu nima ish qilmoqda deysaganda biz ko'pincha İbrahim Moti efendini hamda ko'plarimiz tilshunos sohasida yetilgan cho'ng olim deb bilamiz. Amaliyotda İbrahim Moti efendi tilshunoslik emas, Uyg'ur tarixi, bizning qadimgi madaniyat an'analarimiz, ma'rifimiz, jamiyatshunoslik mushsalarni hammasida yetilgan, nihoyatda ko'p izlangan, ko'p material ko'rgan cho'ng olim. Ben kitabını ko'rgandan keyin shunday to'g'ri keldim. Hamda ikkinchi bir ta'sirotim İbrahim akamniki maqol yozish uslubida faktlari nihoyatda to'liq, uchurlar nihoyatda mo'l bu kitobning ichida. Odatda o'zining ko'z qarashlarida hamma maqollarda nihoyatda faktlari kam bo'libmi, chet ellik olimlarniki ba'zilar, masalan bir ismni qolgan desam, mamlakatimizdagi turk tillar va bu haqda tadqiqot degan bir maqolasi bor. Şu makalınki dastlabda Türkiye tillarını türkü bölgen alimlardan Ramsted, Samoylovich, Baskakov, Risht Rahmeti Arat qatorliq to'rtaylarninki qanday türkü bölgenligini birin-bir usulni tushuntirib bo'lgandan keyin andin o'zining qarashlarini bayon qilgan. Bu birisi. Ikkinchisi, ya'ni shu maqolaning keyinda mamlakatimizga turkiy tillarni tadqiq qilishda chet ellik olimlarning biz paydash bo'lgan eserler tiziminden şu makalı qo'shimcha qilib 80 parça eserninki kitobning tizimini bergan. Biz hozirgacha shu 80 parça kitobning nurg'unlarini bilmaymiz. İbrahim Moti efendi hamda shu 80-90-yillarda shularni bilib, shularni ko'rgan ekan. Bu uchur manbasi nihoyatda mo'l, foydalanish qiymati yuqori. Uchinchi bir ta'siroti İbrahim akamning bilimi nihoyatda mo'l bo'libmi shu Natıqlık sanatı yuqur ekan degan bir ta'sirot keldim. Nimishqa deganda bu toplamdagi nurg'un maqollar bu asosan o'shalarga o'ziniki leksiya xotiralariga asosan to'liqlangan ekan. Yana bir tarafı tili. İbrahim Moti efendining asarlariniki, maqollarininki tili nihoyat ommabop. Ko'pincha bu leksiya asosida bo'lg'achqimi tushunishlik. Men bu o'zim tayyorlab bo'lgandan keyin ba'zilardan dedim, İbrahim Moti ilmiy maqollarini agar vaqtimiz bo'lsa, bir qarab baksak, bunun da biz milletimizdeki qadimgi tariximiz, tilimiz, cemiyetimiz ve şu ictimai sohalarga chetilgan nurg'un masalalarda bizga bilim beraleydi, biz paylangan qimmatli uchurlar bor. Mahmud Qashqarininki hayot faoliyatlari, yurtda uning qabrisining Qashqarlikini aniqlab butkul dunyoga pokitlik o'tirib qo'yishda boshqa olimlar bilan birga nihoyat cho'ng rol o'ynagan. Uyghur yazıqının uçurlaştırış işleri kelgende mi? Nəhayət aldın Allah yıraqını kögen. Şu cəhətimi köp təlimlərine bergen.
Endi Abzayir efendim biz alımga bayan bağa bergendim dedik biri töhbikar mağripçi dedik. Meşhur tilshunos. Uningkin adabiy tercüman, neşriyatçı. Demek köp qırlıq, köp qatlamlıq, köp sahalarda emgak qilgan bir yirik olim. Unda olsa siz mush kitobni o'qibsiz, ham olimninki umum ta'siroti haqida muayyan tushunchaga ega. Unda bo'lgandan keyin mushu marhum olim tilshunoslik sohasiga qanday töhfalarni qo'shgan, mushaqlik ta'sirotingiz? İbrahim Mutti'nin Uyghur tilshunoslikqa qo'shgan töhfasini olganda, yangi davr Uyghur tilshunosligini barliqqa keltirishga asos solgan ham shu tilshunoslar qo'shinini tarbiyalab yetishtirishda zo'r kuch chiqargan olim deb baho berishga bo'ladi. Buniki har qancha jihatlarda töhfalar jiq. Endi buni konkret nuqtalar bo'yicha desak, birinchisi shu yangi davr Uyghur tilshunoslikqa asos solgan eng peshqadamlarning birisi. Texmi bir muhim tarafi 48-yili tunji Uyg'urlarningki hozirgi yangi davr Uyg'ur tilininki birinchi qitimliq Shinjongda ishlangan imlosi 48-yili İbrahim Mutti tarafidan konkretni radlanib Shinjong gazetida e'lon qilingan. Bu bizningki hozirgi Uyg'ur tilininki imlosida eng dastlab tilga oldigan birinchi ish shu. İbrahim Mutti buni o'zi radlab nima qilgan. İkinci bir töhfesi, bunun da mühim töhfesi, qadimki Uyg'ur til tadqiqoti, jumladan qadimki yodikorliklarni tadqiq qilishni yuqori pallaga ko'tarishda bu İbrahim Mutti apandining töhfesi tangdoqsiz desak bo'ldi. Endi keyingi vaqtda o'zi dazarbandas bo'lib ketdi. İbrahim Mutti apandi, men shu turkiy tillar divoniniki shu hozirgi Uyg'ur tilini bir ishlab olsam, undan keyin bizda chet ellarda nihoyat nurg'un qadimki asarlar bor, shularni bir kuchimni yetishi e'lon qilsam, men shuni qilsam bo'ladi. Şu vaqt İbrahim Mutti apanning arzusi qadimki asarlarni radlab e'lon qilsam bo'ladi. Endi buning da eng gavdaligi turk tillar divoni, divon lug'ati turk. Buni hozirgi zamon Uyg'ur tilida yechib nashr qilishni, buni oldigan jikkeplar va qatnashganlar ko'p. Bu ishga o'zi boshdan oxir yetakchilik qilgan, ham mujizga chiqargan. Bo'libmi Mahmud Qashqariyninki hayot faoliyatlari, yurti, uning qabrisining Qashqariyligini aniqlab butkul dunyoga pokitlik o'tirib qo'yishda boshqa olimlar bilan birga nihoyat cho'ng rol o'ynagan. Bularning buningki Mahmud Qashqariyning Uyg'urligi qabrisininki Qashqar ekanligi bu butkul Uyg'ur xalqininki shu 80-90 yillarda bizningki shon sharaf tuyg'umuzni shunda o'stirdi, g'ururimizni ko'tardi, bizning millionlarga yoshlarimizningki yangicha bir o'ziga ishonib ko'tarangi rolini urg'itishda nihoyat muhim rol o'ynadi. Ondan başka üzerinde irq bittiklerimiz, yaşmışlı işleki eserler var. Ondan keyin Baytir Simik o'xshash eserlerinin tayyorligini ishlab bergan. Bu jihatda emgakleri jiq. Üçüncü birisi hamda İbrahim Mutti apandininki Uyg'ur tilshunoslik qo'shgan töhfalarda hozirgi zamon Uyg'ur tilining taraqqiyoti, har qaysi alayliklarini tasvirlash, ondan keyin mushu sohalarda qanday xizmatlarni ishlash haqida bergan takliflari, yetakchi xarakterli fikrlari nihoyat jiq. Keyingi davrda ishlangan bizning mesela Uyg'ur tilining izoh lug'ati bu vaqtda o'zi shu 80-yillarda shu lug'at ishlaymiz deganda nihoyat madad berib, bilib berishib, shu zarur deb dastlab shuni planga ilinishga. Bu shunaqa ishlarda ishlagan ishlari haqiqatan zo'r. Qisqasi İbrahim Mutti apandi Uyg'ur tilshunosligida boshlamchi ustoz, buningki Uyg'ur tilshunoslik qo'shgan töhfalari nihoyat jiq. Demek 40 yıllardaki şu Teşkent'ten puturup gelgendiğin keyin ders bergen o'quvchilardan Uyg'ur madaniyatining sarkillari hisoblangan Lutfullo Mutallib, Abdurahim O'tkir, Alqam Axtam, Obliz Noziri qatorliq nurg'un maysila yoki bo'lmasa shu ziyolilarning o'sib yetilishi kuchli ta'sir ko'rsatdi. Mana oldimizda peshqadamlar o'ltiribdi. Bo'lsa bulardan bir ikki kalima gap olsak. İbrahim aka o müştahidayet uluk alim idi. O şundan birlikte her bir milletin edebiyatiga ko'ngil bilgan bir adam. Jungo Tatar Medeniyet Tadqiqot Jamiyati Ablat To'qayning 110 yilligini o'tkazgan vaqtida İbrahim aka berib shu atı leksiya o'qib bergan. Leksiya o'qiganda uning qo'lida yozgan narsasi yo'q. Ablat To'qay Uyg'ur madaniyati degan to'g'risida shunday yaxshi so'zlagan. Sözünü tushundirib hammasini. Bunun da işte millette o'zaro bir-birisiga nihoyat ta'sir ko'rsatdi, bir-birisini o'g'ildi, shunday davomli alg'a ilgarilaymiz deb bu so'zlarni deb shuni tushundirgan. Shundan birlikda boshqaniki shu
Tatarlarning shoiri Abdullah To'qayning asarlarini tarjima qilish, so'zlash shu vaqt ko'pchilik bak ta'sir qoldirgan. Qo'lda maqoli yo'q. She'rlarni, ya'ni Uyg'ur xalq, Abduxoliq Uyg'ur, Lemmutalib, Abdullah To'qay shular she'rlarni, silishtirmalarni shundoq yaxshi so'zlab bergan. Bu shunaqa bir ulg'alim edi. Cho'ng taraflardan qo'y millatlarning o'zaro madaniyati, she'riyati müşterilerin pul terak kıldırışka alayette kuch chiqaringlar degan. Shuning uchun buni bugun suhbatni xotirlaganimiz obdan bo'ldi. Uning asarlarini davomli turda chiqarib butun xalqqa, dunyoga tanishtirsak. Tilshunos İbrahim Muti Efendi Uyghur tilshunosluğu ve medeniyeti tadqiqotining mashhur peshvosi. İbrahim Muti Efendi cho'nqur bilimga, atrofliq ma'lumotga ega bo'lish bilan birga, shuningdek mayli mamlakatimiz ichida bo'lsin, mayli xalqaro bo'lsin, o'z kasbiga doir uchurlarga noit boy, ko'p tilliq, nopuzliq olim. Uning butun umrini Uyghur tili ve medeniyet sohasidagi tadqiqotga bag'ishlab qo'lga keltirgan natijalari nihoyat zo'r. 11-navbatlik Markaziy komitet 3-umum yig'indan keyin haqiqatan bizning jamiyatimizda Uyg'ur tilshunosligi bir jonlanish, gullanish davriga kirdi desak bo'ldi. Mushu jarayonda shu gullanish davriga saltanat qo'shgan yetuk olimimiz İbrahim Muti'ni ko'z tutishga bo'ladi. Men o'ylayman, İbrahim Muti'ninki mayli tilimizning boshqa jihatlaridagi tadqiqot xizmatlarida bo'lsin, mayli madaniyatimizga chetishliq nurg'un jihatdagi natijalar bo'lsin. Bo'libmi Turkiy tillar divonining maydonga kelishi ham Mahmud Qashqari maqbarasining tiklanishidagi roli u menga o'chmaydi. Biz İbrahim Efendi bilan faxrlanamiz. İbrahim Muti Uygur neşriyatçılığının peşvası deb atashgan tamamen münasip. Milletler Neşriyatı Uygur Tahrir Bölümünün asasını kurgucu, en birinci Uygur Tahrir Bölümünün müdiri İbrahim Muti. Biz şu vakitte İbrahim Muti'nin şagirdleriydik. Bu adam nait bilimlik idi. Hizmette nait aktif idi. Hem nait vatanperver adam idi. Merkezinin siyasetlerini, fonksiyonlarını kitap arkalı nait aktif, nait aynen izchillaştırışka, teşvik kılışka özüne bağışlagan. Milletler Neşriyatı Uygur Tahrir Bölümünü berpa kılgan, bunu terakki kılgan, bunun asas sağan İbrahim Muti. Şunun için İbrahim Muti'ni biz Uygur neşriyatçılığının peşvası desek tamamen münasip. Hem de Abduzahir efendim, hem de zamanımız yaşları alimning qaysi fazilatlarini ximiy turish bilib o'zining emgekleriga yoki o'zining hayot yo'liga nishoni qilish kerak deb qaraysiz? İbrahim Muti Efendi hem de şu yeni devir Uygur medeniyet tarihideki pişvalarının biri. Bizning yoshlarninki o'zimizga aynak qildigan xizmat tadqiqot ulgu qilgan taraflari nihoyat ko'p. Buni ixchamlab desak, bir qancha to'xtalsak, birisi İbrahim Muti Efendi'nin öz g'oyasi yo'lda mayli qanday to'sqinliklar duch kelsimi, bosh egmay umidvorlik bilan to'xtamay tirish ro'yi. Bu endi men bu kitobni tahrirlab o'tib, menda kelgan ta'sirot. İkinchisi ilmiy tadqiqot, ilmiy masalalarda nihoyat sovuqqon, astoydilligi. Nurg'unlagan qarashlarining faktları to'liq. Fakti to'liq bo'lmaganlarni faqat o'z bilgan uchurlarni o'tirib qo'yib qo'ygan, ammo yakun chiqarmagan. Bu ilimda nihoyat astoydil, sovuqqonli bir tarafi. Buni yoshlar bulabma tadqiqot sohasida shug'ullanayotgan yoshlar ulgu qilsak, davomli o'zimizga ayna qilsak bo'lgan bir tarafi. Üçüncü bir tarafi hem de kamtarligi. Bu maqolalarni emas, men ilgari 10-20 yildak tugab ketgan oralıqda ba'zi suhbatlarda, so'rinlarda birga bo'ldik.
naiti kemter. Başkalarının fikrini aldırıp bölmeydi, aldırıp red kılmaydı. Meyli çoğun olsun, kişik olsun, emeylerinin gipini anlap bakıdı, aldıran emez. Bu tarafi az biz yaşlar içinde bunda kavalacık kişikleri meselenin tanışıp ayacalanıp ulgayıp geldiğin bunda kavallar var. Bu ne yaşlar ülke kısmı oldu. Dördüncü bir tarafi Türkiye tıllarınınki 30 neçesinden asasen Beijing'deki şu ayallar yığında alkışkı ilişkini mi bu bütün Türkiye milletlerden kelgenlerin hemmesi bir İbrahim Kam yüze tercümanlık etken. Şunun bilen bu deyince bunu göre bayram kalgan. Sen üzerine bir Uygur turup 9-10'ga anınca manın bunu uxturup sen o diyen ki ben bu emini bilemeyendim. O Rusça tercüman boğandan başka Türkiye milletlerden kelgenlerin hemmesi dep beget. Üzüm alığı cık tıllarını öğrengen. Demek ki til öğrenişke naiti yukarı oran koygan. Yaşlar hazırki yaşlarımız muşu noktadan ilhamlasa yüzüge bir Türkiye kısmı oldu. Biz hazırki özümüzün cemiyetimizni, tarihimizni yaxşı düşünüp bundan keyin taraqqiyotimizni algı bastırış için texnik kuch qo'shib etsek imkoniyatni barcha ko'p til o'rgansak bo'ladi. Endi oxirgi bir tarafi mayli oilada bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin, mas'uliyatchan, astoydil. Buni yoshlar mayli odimiylik jihatda bo'lsin, mayli ilmiy tadqiqotda bo'lsin, hamma jihatda o'zimizga ulgu qilsak bo'ldi. Qilgan ishimizni mas'uliyatchan, astoydil bo'lsak, bizning olg'a besishimiz cho'qim tiz bo'ladi deb o'ylayman. Turgun efendim, biz meşhur alim, tilshunos İbrahim Moti efendimni, yani dadınızını eslep o'ltiribdik. Demek Uygur medeniyetiga tilshunoslik qo'shgan töhfisi, har qaysi alohida qilgan emgaklari bizni intayin suyundirdi. Endi mush qimmatli minutlarda sizning atrofdagi kishilarga deydigan qanday gapingiz bor? Dadam, shaxsan endi meningki hozirgi mushundaq odam bo'lib yetishib chiqishimga nihoyatda cho'ng rol o'ynaganda. Masalan, mana yangi texnikalar hozirgi zaman mening shug'ullanim hozirgi uchur texnikasi. Mushu sohaga kelgandimi dadamning nihoyat oldin ko'ra nimasi bor-da endi Uyg'ur yozigining uchurlashtirish ishlariga kelgandimi nihoyat oldin ola yiroqni ko'rgan. Shu jihatdan ko'p ta'limlarni bergan, ham qattiq talablarni qo'ygan. Shuningdan mush sohadimi hozir meniki bizniki endi bir yangi bir sohani eshib chiqqanga nihoyat bir to'kis bo'ladi deb o'ylayman-da endi. Alim tilshunos İbrahim Moti efendim gerçek köz yumgan bo'lsa-mu, ammo u yaratgan mo'l va rangdor yirik emgaklar bizni suyundirib, bizga takrar hayajon ato qilib kelmoqda. Biz olimning ilmga bo'lgan pozitsiyasini, g'oyasini va talabchan ruhini emgaklarimizga singdirib, turmushimizga yangi ma'no, shundaqla yangi qimmat ato qilaylik. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.